Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan yana Live Techno kanali. Bugun sizlar uchun juda ham og'riqli bo'lgan mavzu, ya'ni Instagram parolini 3 xil usulda oddiy telefon bilan qanday qilib tiklashni ko'rsatib beraman. Undan oldin esa like hamda podpiska tugmasini bosib ketishni unutmang. Unday bo'lsa biz ketdik. Birinchi usuli, mana bu ko'rib turganingizdek Instagram profilingizga kirib olasiz va mana bu 3 ta chiziqchani bosib, mana bu yerdagi Center account. Mana shu yerga kirganimizda parol и безопасность bo'limiga kirib olamiz va mana bu yerdagi izmenit parolya. Mana shu yer ichiga kirib, zabil parol qilib tiklab olsak bo'ladi. Bunda juda ham bir eng muhim narsa bor. Ya'ni siz mana bu yerdagi o'zingizni Google akkauntingizni ulagan bo'lishingiz kerak. Ya'ni mana lichniy informatsiya bo'limiga kirganimizda kontaktni informatsiya. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek nomer hamda Google akkauntimni ulab qo'yganman. Sizlar ham xuddi shu holatda ulab qo'ygan bo'lishinglar shart. Shundagina sizlar uchun mana shunday qilib parollarni tiklab olsalaringiz bo'ladi. Mana endi ikkinchi usulni ko'rib chiqamiz. Ya'ni har doim mana bu Instagramni yangi ochayotgan paytimizda mana bunday oyna chiqadi bizda va login hamda parol berib kirishimiz mumkin bo'ladi. Endi biz nima qilamiz? Mana bu yerdagi zabil parol tugmasini bosamiz hamda mana bu elektron adres или имя пользователь. Mana shu yerga o'zingizni nicknamingiz yozasiz, ya'ni kanalingizni yoki o'zingizni profilingiz nomini yozasiz va продолжить tugmasini bir marta bosamiz. Mana endi ko'rib turganingizdek mana bunday oyna chiqadi. Mana bu yerda ko'rib tursangiz mana me отправим kod или ссылка вам WhatsApp. Ya'ni sizni mana shu ulangan nomeringizga WhatsApp orqali silka jo'natilgan yoki kod jo'natilgan bo'lishi mumkin. Yoki yana bir boshqa usuli попробовать другой способ. Ya'ni mana shuni bosganimizda ichida mana bu ko'rib turganingizdek elektron pochta, nomer yoki boshqa bir telefonda Instagramingiz bo'lsa, shu Instagram orqali boshqa bir Instagramga silka yuborasiz va ana shu orqali bemalol almashtirib olsangiz ham bo'ladi. Ana endi sizlar bilan 3-usulni ko'rib chiqamiz. Safari yoki Google'ga kirib mana bunda Instagram hack etib qidiramiz hamda birinchi chiqqan sayt My Instagram was hacked Instagram support. Mana shu ichiga kiramiz. Kirganimizdan keyin mana bu yerga o'zimizni akkauntimiz nomini kiritib qidirib olamiz. Va qidirib olib dalya tugmasini bosganimizdan so'ng mana bunday izmenение parolya mana shunday bo'limni chiqarib beradi va mana shu yerga новый parolni kiritib bemalol o'zimizni yangi parolimizni kiritib olishimiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa bitta like hamda podpisatsiya tugmasini bosib ketishni unutmang. Hamda texnologiya dunyosida nimalarni bilmoqchi bo'lsangiz kommentariyada o'z fikringizni yozib keting.